va sizga shuni ko'rsatib beraman. Bu kursda qanday qilib energiyani, vibratsiyani to'g'irlash mumkin. Ya'ni energiya ko'p bo'lgan paytda uni hammasini sochib yubormaslik mumkin. Energiya yo'q bo'lgan paytda qanday qilib bu resursni ushlash mumkin. Ya'ni yana ham o'zingizni charchatib yubormasdan qandoq qilib nima qilishingiz mumkin mana shu holatda o'zingizni ushlab qolish uchun. Ya'ni ko'p energiya sochib yubormaslik, ko'p kuch yo'qotib qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Mana shularni o'rgatib beraman sizga va kun davomida mana shu biz qaysidir kun davomida qaysidir daqiqalarda, vaqtlarda ko'p energiya, kam energiya yo'qotamiz-ku, mana shu balansi yo'q. Ya'ni balansirovkasi yo'q. Mana shuni ham sizga ko'rsatib o'rgatib beraman.